Birinchi marta u narsani ko'rganimda tungi soat taxminan 2:30 edi. Men shahardan ancha uzoqda joylashgan eski dala hovlida yolg'iz yashardim. Qishning oxiri edi. Havo sovuq, shamol esa tomning chetlarini sekin qirsillatib turardi. O'sha kecha elektr bir necha soniyaga o'chib, yana yonib ketgandi. Men deraza yonida telefon signalini ushlashga urinib turganimda osmonda g'alati yorug'lik paydo bo'ldi. Avvaliga samolyot deb o'yladim, lekin u juda pastda va juda jim harakatlanardi. Oqartirilgan metallga o'xshash katta yumaloq jism bulutlar orasidan asta chiqib keldi va to'g'ri mening hovlim ustida to'xtadi. Yuragim qattiq ura boshladi. Men nafasimni ushlab qorong'ida qimirlamay turdim. Atrof mutlaqo jim edi. Hatto itlarning ovozi ham yo'qolgandi. U jism osmonda harakatsiz osilib turardi, go'yo meni kuzatayotgandek. Bir necha soniyadan keyin uning pastki qismida xira oq nur aylana boshladi. Men telefonimni olib video olishga urindim, lekin kamera ochilishi bilan ekran muzlab qoldi. Batareya birdan 80% dan 3% ga tushib ketdi. Qo'lim muzlab ketganini sezdim. Keyin hovli tarafdan g'alati shovqin eshitildi. Go'yo quruq o'tlar orasida kimdir asta yurayotgandek edi. Men darhol pardani yopdim, lekin ichimdagi qiziqish yana derazaga qarashga majbur qildi. U jism hali ham o'sha yerda edi. Endi u ancha yaqin ko'rinardi. Men uning silliq yuzasida juda xira harakatlarni ko'ra boshladim. Go'yo ichkarida kimdir yurgandek soyalar siljirdi. Keyin birdan barcha chiroqlar yana o'chdi. Uy qorong'uga cho'mdi. Men faqat tashqaridagi oppoq nurni ko'rib turardim. U nur deraza chetlaridan ichkariga tushib, devorlarda g'alati shakllar hosil qilardi. Men eshikning qulfiga qaradim. Shu payt tashqaridan juda sekin 3 marta taqillatish ovozi eshitildi. Yuragim muzlab ketdi. Bu yerga hech kim kelmasdi, ayniqsa tunda. Men ovoz chiqarmadim. Taqillatish yana takrorlandi. Bu safar eshikning boshqa tomonidan emas, balki yotoqxona derazasidan. Men asta orqaga yurarkanman, pollarning g'ichirlashi quloqqa juda baland eshitilardi. Keyin tashqaridan erkak ovozi keldi. Juda past, juda sokin. Mark, tashqariga chiq. Men hech qachon bu yerda ismimni hech kimga aytmagandim. Nafasim qisilib ketdi. Deraza pardasi orasidan qaraganimda hovlida hech kim yo'q edi. Faqat osmonda osilib turgan o'sha ulkan jism. Birdan uning tagidan uzun qora soyaga o'xshash nimadir pastga tushayotganini ko'rdim. Men darhol oshxonaga yugurib pichoqni oldim. Qo'llarim titrardi. Uy ichida nimadir bor edi. Koridor tomonidan juda sekin nafas olish ovozi kelardi. Men qimirlamay qoldim. Keyin koridordagi qorong'ida nimadir siljidi. Men chiroqni yoqishga urindim, lekin elektr ishlamasdi. Deraza tashqarisidagi oq nur esa tobora kuchayardi. Nihoyat men eshikni ochib tashqariga yugurdim. Sovuq shamol yuzimga urildi. Osmonga qaraganimda u uchar jism juda aniq ko'rinardi. U mutlaqo ovozsiz edi. Katta, metall rangli va aylanasimon. Men hovlining o'rtasida qotib qoldim, chunki uyim derazasining ichki tomonidan kimdir menga qarab turardi. Qorong'ida faqat uning yuzi ko'rinmas, lekin ko'zlari oppoq nurda chaqnab turardi. Va eng yomoni, u men emasdim.